Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorva ishqibozlari, buqa ishqibozlari. Mana bugun biz sizlarga Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidan chorva bozorida bugungi buqa bozorining narx-navosini ochishni boshladik. Bugun 24-fevral haftaning seshanba kuni 2026-yil 369 kilo chiqqan buqamizni narxini bilib qo'yamiz. Aka necha pul bo'ldi aka? Hozir aytib o'tib kelsa kerak. Mana buqamiz necha pul? Ketib qoldi shekilli. To'xta. Aka, assalomu alaykum. Voy, shekilli. Akalar like'larni bostiramiz. Ro'zalar bilan charchamay hamma kutyaptimi? Aka necha pul bo'ldi Greenford buqamiz? Endi tortamiz. Bu xunachi necha pul bo'ldi, do'stim? 56 mingdan tortib olishga bo'ldi. Buqamiz necha pul bo'ldi? 24 million. Gap yo'q. Qani necha kilo chiqadi ekan? 24 million oyoq poyiga olingan. Bo'ylar 1.25 atrofida. Kurashni chiqarmagan ha? Qani? Ha. Yer o'ramiz qani? Qancha? 383 kilo. Bo'ldi aka. 24 millionga baraka. Qarang. O'ta baqaloq bu. Zo'r vaqtda to'sing. Bo'yi kichkina lekin 1.30 atrofida. Lekin rosa qorinli bu ekan. Necha kilo ekan aka? Aka necha kilo chiqdi? Bizga aytavering. Sotib olganingizdan keyin ko'radik bab. Qancha keldi? Bo'ldi gap. Tirik vazn 600 kilo. Simental ishqibozlaring mana bu simentalimizni ko'raylikchi. Kim sotyapti? Sotyapsizmi? Necha pul? Ha, necha puldan olyapsiz? 42 millionga yo'q ekan. Hop. Tarozidan ko'rsating deganlar, tarozidan. Kurashchini buzgan. Taxminiy vazni 580 kilo atrofida keladigan buqamizni ko'ramiz. Shokir aka, mendan Shokir aka. Qani? Voy. 84 million. Qayga? Necha pul bo'ldi, do'stim? 60 mingdan. Nasıl yağlı bo'lib semirgan ekan 60 mingdan tozasiga bor. Gap yo'q. Mana bu qolag'ining yog' semirgan zo'r bu qola. Buni 42 million savdosi bo'lyapti mentalni. Buni ham tortib ko'ryapsizmi aka? Bu buqamiz ham tortib ko'ryapti, hali sotilgani yo'q. Ana buqani oldingizmi aka? Mana hozirgi buqamiz. Siz ham deyman-da, rosa qo'rqyapti. Bunacha necha pul bo'ldi? Taroziga 53 dan. Taroziga 53 dan. Bosh. 270 kilo bordir. 270 kilo bordir. Egasi beradi, egasi meniki emas. Bari beradi. Voy gado 278. Like was playing. 53 mingdan tarozi yo'q. 278. Yashang. Yurishda davom etamiz. Simentalni 42 ga deb turibdim hali ham. 42 million. Bu necha pul bo'ldi? 477. 477 pul. Qolganlar qachon kelar bilmaymiz endi, ketdik. Toshkent. Ha? Toshkentda mehmon akalarimiz. Buqon zo'rni olibdi mana. Necha pulga oldlaring? 61 mingdan tortishgan. Taroziga 61 mingdan. Güzel. Voy. To'rttasi degani shu 2 ta, 3 ta, 4 ta, 71 ga bo'lgan. Yo, bunisi ham bor ekan, 5 ta ekan. Boshqa bo'lsa kerak.
525 kilolar kelib qolsa kerak. Ha, mo'ljal. Shunaqa. Necha kilo ekan? 530. 532 kilo ekan. Bo'ldi, haydang. 61 million taroziga bo'ldi. Bu ham 53 dan bo'ldimi? Bu 17 million to'rt. Bu 55 lik bu. Bo'ldimi? 55 mingdan bo'ldi bu. Shahar. Semental savdosi qisman ketyapti. Aytilishi qancha ekan? 55 million oyog'iga narx aytdi. 42 million. Rahmatjonskiy. Assalomu. Semental avstriyskiy chiroyli. 42 million 500. 42 million 500. Yurishda davom etamiz. Bu mana qarang. Man bilyard. Sementalni man bilyard sortidan. O'yini o'cha bo'ladi, haqiqiy fransuzskiy variantidan dedi. Necha pul bular? 43 million. Aytilish bahosi hali kurashchining chiqarmagan. 16 oylik bo'ldimi? 18 oylik ekan. Qancha savdo bo'ldi? 37-38. Nomerini aytmang sekin. 99lik 324 93 13. Direkt vaziga tortib qo'ygansiz aka? Taxmin qilib qo'yaramizmi? Qiynaladi aka. Qiynaladi. Hop, bunacha necha pul bo'ldi aka? 650 kilo atrofida deyapti. Mol. O'yini o'charoq. Xo'sh, shvedga sementalga ritmi shunaqa ekanda. Kurashchini endi chiqarayotgan joyda. Puli necha pul ekan aka? Abi do'stim, sotyapsizmi, olyapsizmi? Sotyapsiz ekan. Qancha narx aytdingiz? 50 million. Tarozi qancha? Taroziga 61 mingdan so'rab turibdi. 50 million aytilmoqda. Bu. Bu qani ko'raychi. Beş yüz 40 kilo atrofida keladigan bo'lamiz. Tarozi ichib ketyapti. Ustoz. So'zlar bilan charchab. Charchamayapsiz. 530 kilo atrofida dedim. 515 atrofida ilinadi. Necha puldan bo'ldi? 61 mingdan. 61 da. 61.500 dan. 61.500 mi? Gap yo'q. Bu endi taroziga qaytmaymiz. Buyog'ini ko'rsatib ketaveramiz. Mana buqamizni necha pulga chiqdi savdosi? 60. Hop, tirik vaznga tortib olishga 61 mingdan taroziga savdosi bo'lyapti. Ammo sifati zo'r boqiy degan. Oyog'iga 50 millionmi narx aytdi. Bu necha pul bo'ldi? Aytishmadi. Rossiyskiy buqamiz. Puli necha pul? Buqani egasi yo'q. Buqamiz baraka bo'ldi. Startda turibdi ketishga. Hop. Gap yo'q. Ha? Necha pul bo'ldi? Aytishma. Qadrdon sizdanmi buqa? Yo'q. Onasi qizili. Ha, qizilimizda. Qozoq oqboshi. Necha pul? 56 termdan bo'ldi. Taroziga ya? Ha. Necha kilo chiqdi? 506 kilo. Tirik vaznga 506 kilo chiqqan buqamiz 56.500 dan taroziga. Assalomu. Bu gibrid buqani egasi kim ekan? Anguslar kimdan anguslar? Anguslar Tomoqda hozirlar. Hojaga, angus necha pul ekan? Egasi o'sha keldi. Mana bu gibrid qarang. Assalomu alaykum. Nechtasi kimdan? 25tasi. Qaysi? Mana oqdan bir
2, 3, 4, 5 ta. Necha puldan narx aytdingiz? Sotildi. Ha, 30 milliondan sotamiz deyapti. 1, 2, 3, 4, 5. Mana bitta kichkinasi bor. Qolganlari 500 kg tepasida, xudo xolasa chiqaveradi bu qo'lan. Taroziga necha pul dedingiz? 63 mingdan. Nomer qoldirasizmi? Bo'ldi aka, omad. Abi shvetimiz, yoqsi yemirgan shvetimizni kurashchini yorgan 1.35 atroflarida. Bu ham 600 kg teparoq kelib qoladi. Egasi bo'lgan. Egasi yo'q. Qo'qondan ham mehmonlar keldi. Gap yo'q. Kattamak. Kattalarni ko'rsataymi? Qanaqa tushmaydi, 32 qoldirgan. Yo'q, 200 mingga bo'lmaydi. Bekorga bitti manga, bekorga. Mashqora buqon savdosi bilan. Necha pul bo'lyapti? Aka, qonni agar mashq ko'rasiz, 4 kilo yo'qotgan bo'lsa, sizga foydan qaytarib beraman. Ya bak. Necha pul? Sotyapsizmi, olyapsizmi? 5600 ga bor baraka sizga. Yo'q, 200 mingga bo'lmaydi. Ashna dema. Loka? 35 million 600 deyapsiz. Ha, hele 35 million 35 million 600 ga oling deyapti. Akamiz 35 million 200 savdo qilyapti. Yo'q, 300. 300. Aha. Bo'ldi, bo'ldi. 300 300. bo'lsa, Yolg'on gapir 500 ming. Akagina birdan baqo. Alg'irda qattig'idan. Alg'irda egasi. Zo'rboq siz aka. Ratsionli yem bilan boqasiz ekan-a? Ratsionli yem bilan. Masanti qilib boqar ekanda mol yilkalari ham ajrab ketdi. Haqiqiy go'shtlar bo'libdi-da. Necha pul bular aka? 50 million narx aytilyapti. 43,5 ga, 45 ga ham chiqadi ekan. 45 ga ham tortadimi olingiz? Zo'r boqib qo'ydi. Qorinni ham yengil qopdi-da jichcha. Mana taroziga necha pul? 62,5 dan so'ra. Zo'r. Necha yemda turdi shu buqayingiz? 8 o'n. Yaxshi bu qo'ying. Mana bu gibrid kimdan ekan? Rossiyskiga shved gibrid. Tarozidan olti rasa. Qo'lan sayr bo'lyapti. Qo'lamlar endi kelyapti. Oching. Kattalarni ko'rsatishda davom etamiz, kichkinalarga ham o'tamiz. Bola egasi bormi? Nechta olib chiqdingiz aka? Buni qizil buqalarda. Necha pul narx aytyapsiz? Savdo bo'ldi. Ha? Necha pul bo'lsa sotamiz? 62 dan. Uyda qoldi sheriklar. Nomeringizni aytib qo'ying aka. Dehqon 95lik 877 0504. Nargisi oqbosh, bunisi Greenfordga sementdan chatishganmi shunaqa ekanda. Xudo xolasa buqalaringiz ikkalasi 1 tonna 200 ga yetib etmay qolar ekan-a. Mana shunaqa holatda buqalar. Qiziqadi, aloqachi. Ana katta kimdan ekan ikkita? Uchtasi 105 million 700 ga mana ola. Qora, mana Qashqayanmi? Uchtasi 105 million 700 ga barakasi bo'pti. Taroziga tortildimi? Ayoq beyiga baraka bo'ldi. Zo'r, barakasini bersin. Samarqandlik egalarga omadini bersin. Mashina bormi deb ko'pchilik so'raydi. Hamma joyga mashina bor. Bormi aka? Va shvedlar egasi kim? Mana Ulug'bek aka, savdo qilyapsizmi? Necha puldan narx aytdingiz? Qancha savdo bo'lyapti? Boshda. Shashtingizni tushirib tashladi. Yaxshi. 3tami? 3ta. Yaxshi boqibsiz aka.
2,5'ga bermay turibdi. Mana shuni savdosi bo'lyapti. Qashqani kurashchi bor 32 million 500. Qorlarni tortgan yaxshi. 1.30 atroflarida keladi. Bularni hech pulga bermadingiz? Bular savdosi. Taroziga narx aytdingizmi, yo'qmi? Qancha narx aytdingiz? 62. Telefoningizni aytib qo'yasizmi? Bozoringizni bersin aka, bo'l. Omon. Aka sotdingizmi? Xaridor yo'q. 60 mingdan bo'lyapti. 60 mingdan taroziga. Savdo bo'pti, bermabdi. Lekin bu boqma. Qancha boqiydigan? 60 mingdan yo'q. Va bu yerda gibridda zo'ri turibdi. Hech pulga bermadi. Ekan buni. Yaxshi. Hech pulga? 34,5 Hop, oyog'iga 34 million 500. Necha puldan tortib beraman deyapsiz? Olti yuz 40-50 bor. Tirik vazn. Ha? 34,5 ga bermay turibdi. Abi shved. Sotildimi shved akalar? Beshariqqa ketdimi? Shaha bog'ini. Ha, boshqasin. Voy voy. Nech pul ekan? Aka? Tindirib qo'yasiz boqishda. Nech pul puli? 40 million deyapti. Nechta? Ikkita. Uchalasi. 40 million aytilyapti. Taroziga savdo bo'ldimi? 62 Taroziga 62 mingdan, oyog'iga? Oyog'iga savdo bo'lmabdi mana. 62 mingdan. Uyda qoldi yana. Ha? Nomer qoldirasizmi ekan? Nomer 94lik. 94lik. Hop. Necha? 94lik? 150. 1447. Greenford ham yaxshi semirtirsa bo'ladi ekan-da. Bo'g'ara. Chiroyli semiribdi. Mana biz ham zo'r semirib qo'yibdi. Nima yem berasiz aka? Chuloq, kunjara, Hop. silos beradi. Paxta qovochog'i, Ha, kunjara, silos, kepak. kepak. Bo'ldi. Necha oy turdi endi mana shu yerda? 6 oy turdi. 6 oy. Omad. Mana shu yer qarang, yog' bo'ylab ketgan. Yo'zingni nomeri. Qattiq, rosa kunjara bilan boqibsiz-da. 91 91lik uchtasiga. Ha, 181 181 206. 206 Greenford uni qozoq oqboshlari yog'siz semirgan. Bu shved rosa yog' bo'ylab ketdi-da. Nech puldan taroziga? Qadrda? Sen oqil rasmi yo'q. Qanchadan aytyapsiz? 63 dan. Taroziga savdosi qanchadan bo'ldi? Rossiya davlatidan kelgan otlarni ham keyingi qismda ko'rsatamiz akalar. Zo'r. Turizni necha kilodan chiqadi? 10. 490 kelsa kerak diyorum. Ko'proq ekan, gap yo'q. Bo'l. Bahodir do'stim, kimga qo'ng'iroq qilyapsiz endi? Kalkulyatorga chiqyapsiz killasini. Ha, kelasi chiqaryapti. Bunimi? Yo'q, nargisi. Kattasini. Nech pul? 28 million 500 ming. 28 million 500. Qanchadan tushdi endi shundan? Bermayaptilar, savdo qilyapti. Aka qaysi bor aka bo'ldi? Mana shuni. Nech pulga? Boqishda ham master klass tutashyapsiz ha? Qarang, belgiyskiy buqa o'xshab semirib turibdi. Qo'y. Qancha bo'ldi? 30 400. 30 million 400 oldi. Buqani lekin zo'r boqib qo'ydi ekan. Necha oyda yetishdingiz endi bundan natijaga? 7 oy. 7 oyda. Tortilaymi taroziga? Yo'q. Oyog'im. Bo'ldi. Barakasini ber. Qirg'izistonda shvedlarga ishqo'z bo'lganlarga mana bo'y paslar 1.25 atroflarida bahosi nechi pul? 25 million 100 ming qilishyapti. 25 million 100 savdosi bo'lyapti. Xolos ayting, necha oy boqdingiz shuni?
Turoy 25 milyon 100 savdo bo'lyapti. Qanchaga olasiz? 18 bo'lsa Turoyda. Turoy hisoblaysiz 25 milyon 100. Kelganda tichada bo'ladi. Yem-yem bergan yo'q. Xo'p, mana bu qo'l kimdan ekan? Sizga qarashim, orqasi bitta survaringchi. Avliko ishbozlariga. Mana avliko. Buni puli necha bo'l? 33 bo'lyapti. 33 savdosi bo'lyapti. Qanchaga oladingiz buni? 25 ga olgan ekan, 33 million savdosi bo'lyapti. Necha oy vaqtingiz shuni? Yozda olingan, yozda. Yozda olingan ekan. Ikkita fasl o'tibdi-da. Avgustda bo'lsa, ag'idan 4 oy, buyog'idan 2 oy, 6 oy turibdi-da. Mana ikkita qadrdonimizdan ekan. Necha pul bular? 30 ga ham bor. Savdosi? Savdo qancha bo'ldi? 60 mingdan kilogram bo'ldi. Taroziga 60 mingdan bermadi mana. 60 mingdan. Turistlar qoralab qoladi. Turistlarni. Oshmi? Gap yo'q. Turistlar osh deyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. Sotildi bular menimcha. Ha, sotildi. Akam oldi. Bular qanchadan bo'lyapti aka? 50.5 ga chiqdi. Ikkalasi 50 million 500 ga. Mana shvet qarang bo'ynini. Zo'r chiqib qo'yibdi. Yana boqiy degan ekan, bir 2 oydan keyin boshqa cho'p qoladi, balon cho'p qoladi. Omad. Kichkinalarga o'takchi. Sotildimi akalar? Ha? Savdo bo'lyapti. Aka necha pul bo'ldi? Boqmalarga. O, simentali qarang. Oyoq ham boshqacha, ha, polvonligi qarang mana. Puli necha pul ekan? Buqay egasi bormi? Bu buqay egasi yo'q. Valla buqa baraka bo'ldi. Aka necha pul bo'ldi aka? Boş. Necha pul bo'ldi? Ha, endi o maash muqomi savdosi bo'lyapti. Do'stim necha pul berdingiz? 4 milyon 300 ming pul berdik. Yaxshi pul berasiz. Bering. 9 oylik buzoq. 9 oylik ekan, 24 million 300. Rahmatjonaga tartamayapsizmi? Omad, charchamanglar. 24 million 300. Kimlikligini kettirishimiz. Nisbatan bor. 9 oylik ekan maash. 24 million 300. Yaxshi bo'ldi. Bering deganingiz. Bir 25 yuqori 30 chiqib chiqmaydi ekan. O, mana bu rossiyskiy uqamiz. Aka necha pul buli? Bo'lyapti savdosi. 17 million savdosi bo'lyapti ekan. 17 million. Kurashdan chiqargan uqamiz. 17. Bunun savdosi qancha bo'lyapti? 22 qilishdi. 27 million. Ko'rsataylikmi? Nariga tepdi. Kichkinalardan ko'rsataychi. Voh, mana bu qarang. Puli necha pul ekan? 9 oylik. Qancha ekan ekan? 24 million aytadi. Savdosi qancha bo'ldi? 20 million 500. Çoğlarımız daha kapılar. Satıldı mı? Rahmet Jones. Neç pul kaldınız? Satkanı getirdi. Şivet'te. Şu bozlarına. Neç pul aka?
22 aytyapti. Savdosi 18 yarim. 1.15. 20 atrofida chiqadi ekan shvedini. 18 million 500 savdosi. Mana bu yerda naslli buqalarni ham ko'rsataychi. Chiroyli buqa ekan. Qo'tirga gol qilgansizmi? Hamma yo'q. Qo'tirga gol qo'yilgan. Davalli asl. Chiroyli. Uzoqcha ekan. Puli nechi pul? 35 million aytilyapti. Savdosi 31 million savdosi million. 31 million. Va ikkalasi nechi pulga sotilibdi? Bular bilmayman. Qancha sotildi bilmaysiz? Mana 17 yarim. Unisi talg'iri 20 300. Unisi rahmat. Qo'qon. Qayer? Jupa qancha? 42 million aka. Hop, jupaga 42 million. 40 million, 39 million so'rayapti. Aytilyapti 39 million savdosi bo'lyapti. Bergani yo'q. Ha, bo'yi Boqaman. 35, 40. Yo, 35 chiqmaydi aka. Shular to'g'ri aka. Bolalar tushib ketibdi desin. Alloh yo'q. Aman. Aka bo'pti. Bu Başka variantlardan. Qo'chalar qarang. Rossiya davlatidan kelgan buqalarimiz. Narxi nechi pul ekan? Hammasiga 25 milliondan narx aytilyapti. Savdosi? Savdosi qancha bo'ldi? 43 ga. Bu ikkalasi. Ha, mana bu ikkitasi 43 millionga sotilibdi. 3 millionga. Bular hali sotilgani yo'q. Mana shular bo'yi 120 atroflarida chiqib qoldi. Uyda qoldimi yana? Bor aka, bor. Necha nomeringiz? 99. 99lik. 784. 784. 068. 068. Shu akamiz olibdi. Berilmasdi. Qani. Bu nechi pulga oldingiz? Erkak kishi. Bular bilan foyda men mana qarab oxirgi gapni qilaman. Men olmachi. Olavering. Nechi pul bo'lyapti? 21 million kam bor. Gap yo'q. 21 million kam bor. Akam charchab qolmayapsizmi? Nechi pul narx aytyapsiz? 25 ga bo'ldi. Aytilishdi. Savdosi 21 yarim. 21 yarim. Bozoringiz bo'lsin. 1.15 shved ish bozori. Originalidan shved. Ve kim satyapti avlikollarni? Assalomu alaykum. Nechi pul bu aka? Yash qoradan tomonda 3 ta 6 ta. Nechi pul? 27 dan deyapti. Hop, Rossiya davlatidan kelgan avligol buqalarimiz 20 7dan 27 dan aytilyapti. Eng kattasini bo'yi 1.30 keladi. Mana kichikina 4 tasi 1.20 atroflarida kelib qoladi. To'rtalasiga nechi pul narxi? Qancha? 25 dan aka va'da bo'lgan. Dastlabkasi ichida 25 dan bo'lsa ketdi. Nomerni aytib qo'ying. 97 97lik 374 374 15 0502 6 7 oylik ha? 6 7 oylik. Mana shular katta bo'ladi, tonna bo'ladi. Tavsiya qilib qo'yamiz. Savdosi bo'lib turgan joyidan. Qaysi savdosi bo'lyapti? Manasimi? 22,5 ga bo'lib savdo bo'lyapti. Hali baraka bo'lgani yo'q. Mana bular necha puldan ketdi? 35 million 200 ga ketdi mana.
Talg'ir nechi bo'lagan talg'ir? 18 milyon 300 da to'xtab turibdi. To'xtab turgan joyi 18 million 300. 1.15 atrofida 7-8 oylik talg'ir buqam. 18 million 300. Bo'p turibdi savdosi. Va, sutga to'ygan shvedlardan so'radingizmi? Mana. Zo'r, sutga to'ygan varianti. Nech pul bular? Ha? Buni nech pul? Baraka bo'ldi. 47 yarim. Ha, bermabdi, uchtasini. Qani. Voy, o't olamiz. Mana 1, 2, 3, 47 million 500 bo'ldi. Uchtasi, lekin bergay. Bu ikkalasi qancha bo'ldi? Buni 31 yarim so'rayapti. Ikkalasi 31 yarim bo'ldi. Hammasi bir kishidanmi? Uchtasi. Necha nomeringiz? 90lik. 598 500 98 98 64 60 64 63. Qancha kami bor? Qancha? 48 mi? Ya 49 mi? 49. Bo'l. Rossiyskiy buqacha ishqibozlariga. Qani? Nech bo'lagan bular? 20 dan deyapti. Aytilishi 20 dan. Savdosi 17 dan. 17 dan. Mana kurash chiqqaningiz shunaqami? Yo'q, buzov bu aka. Buzov. Kurash chiqmagan deyapti. Kecha qarov bo'lmagan aka. Ha, qiziqishga bitta ko'raylik kurashchi. Qiziqishga. Ko'ring. Hoppa. Voy shoqi yomon aka. Ochingchi. Qira yo'q aka. Yo'qmi? Voy ushlab turibdi. Ko'rilgan, Ramadan aka. Yo'qmi? Yo'q, yo'q. Ammo kurash chiqqan buqaga o'xshab qolibdi. Ko'rganman. Ha, yakshanba. Zot shunaqa ekan. Paroda shunaqa ekan akalar. Mana. 17,5 dedingizmi? 20 kam bor deyapti. Yo'q, bo'lgan savdosi. 17. Ha, 17 savdosi bu. Yo'q. Omad. Necha nomeringiz? 88lik. 520 73 74. Mana. Ali kuni yakshanba kuni ne telefon qilamiz. Ana firmani adresi so'radi. Aha. Kechqurun 12 da ham telefon qilaveradi odamlar. Ikkita buqasi qolib aka ko'ring. To'rtalasi ham sizlargimi? Ikkitadan. 2 kishiniki. 35 dan deyapmiz. Aytilishi 35. Savdosi? 30 yarim ikkalasini qilyapti, ular 28 qilyapti. Mana bu ikkitasi 28 yarim. Ha? Bular 30 ming. Ha? Lekin bergani yo'q. O'zi bahosi ham bo'lib qolibdi o'zi, ha? O'zimiz borda aka, o'zimiz qilaversa, ko'raveramiz aka. Biror kilo go'shtga qolsa ham Ha, hamda. hannata aka hozir. Nomerni aytib qo'ying. 94lik, 94lik. 377, 377 00 86. kattalari ham bor. Bo'ldi. Hoppa. Hurmatli obunachi, mana shu yerda videoga yakun yasaymiz. Manzil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahidon bozori. Haftaning seshanba kuni bo'ladi. Kelaverasizlar.